mehmonlar, aziz ustozlar va shirindan shakarchi bolajonlar. Mana bugun bizning muassasamizda katta bayram, katta tantana. Chunki biz navbatdagi qaldirg'ochlarimizni maktab ostonasiga kuzatish arafasidamiz. Bugun bizning bolajonlarimiz maktab degan ulug' dargohga qadam qo'yishadi. Bog'cha bilan xayrlashib, katta hayot sari ulkan qadamlarni tashlaydilar. Bugungi bayram tadbirimizga xush kelibsizlar deymiz. Endi esa kechamizni ochib berish uchun so'zni muassasamiz mudirasi Go'zal aka Jumaniyozova. Assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalar, hammangiz bog'chamizga xush kelibsizlar. Lolaxon endi birinchi qaldirg'ochlari, bundan keyingi ishlaridan omad, ko'p bolalarni tarbiyalab, uchirma qilib o'tirg'aysan. Ota-onalar, sizlarga ham rahmat. Marhamat, bolajonlarimizni kutib oling. Плывут по небу облака и отражаются в реке. Плывут по небу облака, не зная о моей тоске. Я облака махну рукой, свою печаль не покажу. Я облака махну рукой, прощая детству не скажу. Я прошу, не торопись, ты постой, мое детство, белой птицей возвратись. Интересного много, знаю, будет впереди, но прошу тебя, детство, никогда не уходи. Endi bugungi bitiruvchilarimiz bilan tanishib oling. Sabirova Esaloy, Hazratboy Miraman. Bog'chamizning yuragi charchaganini bilmaydi. Bolalarni sevadi, jonini ham beradi. Kulib kutib oladi direktorimizga rahmat. Qachon vaqtlaringizda qaysi darsni o'tishni, dunyosilarni bilib, aql chiriktirishni, uslubchi bog'cha ham rejalashtirib qayerda taqsimlaydimizmi faoliyat o'qishni. Oqqancha kayli tovushni aytamiz, ikimiz tezda logoped mashqa. Roman qilib tilimiz tilga chalg'ayamiz. Barakallah. Oliq va istagan savolga
vaziyatda topadigan imkon. Mehr bilan tinglovchilar, qalbimizda umid chirog'ini yoqadi. Jasmina, Nilüfer. Kışlı soğuk çıkıda, yazı istiftada, var canım apazma, derberde siteyem, ak kalbide akçibi, kolada vitamini, hangisini apazlıca rafet. Bara. Yedir Allah. Zıkkını çektin yana. Siz keldi deb yugurgan, kenani o'chirgan bizlarni, kepolagan hamshilaringga rahmat. Oqli vaqtlardan bahçelerni tohlagan og'aday ko'lda to'kkan foydalar. Ben de. Düşman sizlerden haberdar. Tam terleş için tüm bu harekette aşk saatler var küçük bizlerge elbette aşk bizden sergi rahmet. İşettiğin beraber akbazda ne su? Salahattin. Musalana tagla. Ökatede kölagla. Kutubumuz hiç. Rahmet. Mabat da adam. Tabii ki. Tanrım sizge. Her zamandan baksam böyle bağırırkendim. Min Allah'a tamam sizge. Annem şu gün gösterisi tadına Muslime. Mehriboldir dilida, ruskasi o'ng qo'lida, dilidagi tilida, tarbiyachilarga rahmat. Salita. Bolalarning har biri qiligiga, ishlari bular uchun har biri jonim murod. Qalbida muhabbat mehr to'ladi. Yine şu kızım bana be. Amir. Sağlık kanat uçağaya kalkan kişi müstakillerde elbette düşman maksatlarda. Bekle. Az verdiler. Şerife. Taysa her ta kechgacha mehnat qilib tanmaydi. Mehri bizga o'zgacha tozalikdan qolmaydi. Bizga ovqat tashiydi, idishlarni yuvadi. Hoynahoy o'ng qo'li bor, qanday o'tkazarkan. Anlatın baba. İşte ne olacak diye be. Yine kim var? Kaynaklara barıp, yalan çıkıp bulup. Anam ketar şaşıp işga, dadam ketar şaşıp işga. Bizga kim qaraydi, sochimizni taraydi, yedirib ichirib ovqatimiz, yudirib yuz qilamiz. Hisobni o'rgatarkan, shenimizni yodlatarkan. Kim bizga do'st, dugona, tarbiyachim yagona. Настал для нас прощанье час. Бал выпускной собрал сегодня нас. Он самый первый выпуск ваш. Мы будем нежно с любовью помнить о вас. Кружится пусть вальс, любим мы все вас. Пусть за порогом всегда будет счастье. Мы выпускаем
годам, и не вернется детство никогда. Мы с малышами привели всех вас, сегодня же с гордостью смотрим мы, дети, на вас. Кружится пусть вальс, любим мы все вас, пусть за порогом всегда будет счастье. Мы выпускаем вас в этот прощальный час, как голуби с миром летите, летите. Пусть вальс, любим мы все вас, пусть за порогом всегда будет счастье. Мы выпускаем вас в этот прощальный час, как голуби с миром летите, летите. Кружится пусть вальс, любим мы все вас, пусть за порогом всегда будет счастье. Мы выпускаем вас в этот прощальный час, как голуби с миром летите, летите. Qo'ng'iroqning jarangdor ovozini hayajon bilan esga olamiz. Buni eshitgan har bir inson shubhasiz maktab damlarini esga tushiradi. Bu qo'ng'iroq bizni matematika darsiga chorlamoqda. Bolajonlar, matematikadan biz nimalarni o'rganamiz? Meni qo'limda mana bunday ajoyib shakllar bor. Hozir shu shakllardan turli narsalar yasaysizlar. Barakalla. Asalay nima hosil qildik? Gulcha. Qanday shakllarda foydalandik? Avval doira. Barakalla. Ro'zaxon nima hosil bo'ldi? Qavatli bino. Qanday shakllardan foydalandik? Burchak, to'rtburchak. Barakalla. Diyorbek nima hosil qildi? Quyosh. Qanday shakllar bor ekan quyoshda? Doira, uchburchak. Barakalla. Endi meni qo'limda 0 dan 10 gacha bo'lgan sonlar bor. Hozir shu sonlar bilan qiziqarli o'yin o'ynaymiz. Sonlarni oldik. Tam 1, 2, 3 sonlar ketma-ketligida saqlanadi. Dunyoxon. Shaklamlar to'maloq, uch o'zim yoqqan sana. Oldimda turgan sana metr ko'pachiraman. Bir degan sanoqsanmi? Sanash uchun osonmi? Bitta yurak, bitta bosh, bitta oy, bitta quyosh. 2 degan nom bor. 2 vitamin tayoq, 2 qo'l, 2 oyoq, 2 ko'z, 2 quloq. Nimaga o'xshayman? Xos xuddi ko'ldagi ko'z. 3ta dirim nomim bor. Birlashganda nomim kuch. 3gacha sanayman-da. Shart o'ynagan. Shart o'ynagan har bir do'st. Sog'liq men 4 taga raqamman, 2 dan nima?
bo'lsa 2 juft o'rtak, 4 ufa ushachak. 5 tikulik nomim bor, raqamlar ishlar yuva, bir qo'shsa anchaman, qo'limdagi 5 pancha. 5 tancha oldilar, raqamlarni yozdilar, 2-3 no'xasangiz yaxshi esdan chiqmas, yozim o'rmoq, yo'chating bor. Mening nomim 7dir, endi demanglar bitta, 6dan bitta ko'pman, 700 to'qman. Savoy. Salama demak 8, 2 4dan qo'shsangiz hosil bo'laman shu on, yaxshi bilgin ukajon. Yasalishim bir qani tasavvur qilgin planni. Men 9man, sonlar ichida yolg'izman, 8dan bitta katta, bilib qo'ygin albatta. Yozishni o'rganashda ilmoqman do'ppasda. 10 qo'limda barmoqlarim, onsuz orzu umidlarim, 10 raqamim to'g'rilsa, 10 raqamim muvaffaqiyat kelishi. Endi men sizlarga boshqa tilni aytaman. Diqqat bilan quloq solamiz. Uchar edi 10 ta qush. Uchar edi barobar. Uchib ketdi 5 tasi. Qoldi endi 5 ta. Muz ustida uchar edi 5 ta bola. Unga yana shuncha bola qo'shildi. Shundan 2 bola ketdi. Qoldi endi muz. Kelinglar, quvnoq daqiqa o'ynaymiz. Hamma o'ynamizdan turdi. Quyon qanday sakraydi? O'quvchi darsda qanday o'tiradi? Barakalla. Keyingi raqsimiz Malinkaya strana. Глазами, там жизнь любви полна, там чудо озера искрится, там зла и горя нет, там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет. Маленькая страна, маленькая страна, кто подскажет, где она, где она? Маленькая страна, маленькая страна, там, где душе светло и ясно, там, где всегда весна. Эта страна мне только снится, но светлый миг придет, и на крылатой колеснице я совершу полет. Мне час свидания предназначен в звездной моей стране. Там ждет меня красивый мальчик на золотом коне. Маленькая страна, маленькая страна, кто подскажет, где она, где она? Маленькая страна, маленькая
Bilmasvoy, qayerga ketyapsan? O'ynagani? Bizning bolajonlarimiz qaragin, maktabga yo'l olishgan. Sen maktabni bilmaysanmi? Qara, bizning bolajonlarimiz maktabga yo'l olishgan. Maktab bilim maskani, unday demagin. Kel, yaxshisi, sen mana bu yerda o'tirib bizning bilag'on bolajonlarimizni kuzatgin. Senga maktab hayoti haqida tushuncha beradilar. Bilmasvoy, ko'rdingmi bilag'on bolajonlarimizni? Sumkangda nima bor, Bilmasvoy? Bolajonlar, Bilmasvoyning shu ishi to'g'rimi? Yo'q! Kitobni yirtib, chizib tashlash kerakmi? Yo'q! Kitob bizning do'stimiz. Barakalloh. Sizni sevib o'qiymiz, o'qiymiz, doim yoshlar kitoblar, kitoblar.
bolajonlar, Bilmasvoy aqlli bo'lishga va'da berdi. Bilmasvoyni kechiramizmi? Ha! Kelinglar, bo'lmasam birgalashib hammamiz ashula aytamiz. Bolajonlarimiz katta hayotga qadam qo'yisharkan, ulardan kelajakda turli xil kasb egalari chiqishadi. O'qituvchi, shifokor, uchuvchi, quruvchi, shu kabi kasb egalari bo'lishadi. Hozir bolajonlarimiz ingliz tilida kasblar haqida ashula aytib namoyish qilishadilar. Everybody say your ABC.
bizni ona tili darsiga chorlamoqda. Bolajonlar, meni qo'limdagi bu nima? Harflar. Harflardan nimalar tuziladi? Judayam to'g'ri. So'zlardan esa matnlar, matnlardan gaplar tuziladi. Hozir sizlar bilan Qunoq harflar o'yinini o'ynaymiz. Qani o'ynamda turamiz. Burada çıkıp atamiz. Basarıp ketamiz. Hayır. Barakalla. Gittim. Mükemmel. Murabbek. Et işte. Alma. Yok. Ha, bolajonlar, E harfi bilan yordam beramiz. Elcha, ana to'g'ri aytdingiz. Qani. Balık. Barakalla. Daraxtır. Daraxt, barakalla. Mushuk. Barakalla. Ana shuni yaz. U bilan keladi. So'z aytamiz. Uzun. Barakalla. Anar. Barakalla. Bayram. Barakalla. Olma. Dadam. Diyarbakır. Diyarbakır. Barakalla.
Keyingi raqsimiz bukva raqsiga. Мій букварик, він найкращий друг. Прокидаюсь, посміхаюсь і беру до рук. Буква А на зірку схожа, буква О проста. Гарно вчитись допоможе книжка золота. Завдання просте, А, Б, В, Г, Д. Хто такий букварик має, той не пропаде. Завдання просте, А, Б, В, Г, Д. Хто такий букварик має, той не пропаде. Треба всім старанно вчитись, знати головне. Книжка ця найкраща в світі, виручить мене. Буква А на зірку схожа, буква О проста. Гарно вчитись допоможе книжка золота. Завдання просте, А, Б, В, Г, Д. Хто такий букварик має, той не пропаде. Завдання просте, А, Б, В, Г, Д. Хто такий букварик має, той не пропаде. Завдання просте, А, Б, В, Г, Д. Хто такий букварик має, той не пропаде. Завдання просте, А, Б, В, Г, Д. Хто такий букварик має, той не пропаде. Хто такий букварик має, той не пропаде. Hayır bog'cham sirdosh o'rtoqlar, birga o'ynadik, birga o'rgandik. Endi maktabga yo'l olamiz, lekin bog'chamizni unutmaymiz hech. Hayır bog'cham sog'inch bilan yodga olamiz, bolalikning beg'ubor shirin damlarini. Sen bizning qalbimizda abadiysan. Hayır bog'cham, hayır bog'chajon. Hayır endi o'yinchoqlarim. Hozir bolajonlarimiz bog'cha bilan xayrlashuv she'rlarni aytishadi. Bog'chamning bag'ridan endi o'tib ketarman, unutmayman, hech qachon sendan mehr olganman. Quchog'ingdan ketaman, ardog'ingdan ketaman, seni o'ylayman har dam, xayr mehribon bog'cham. Xayrlashdik bachchajon, maktabga yo'l olamiz, unutmaymiz, hech qachon sendan mehr olganmiz. Yuragimdan joy berib, o'stirdik sag'barkamon, ishonch berib, baxt berib, ham quvonch olam jahon. İlk yaşında bağrında, erdeklerin bakışı, senin koyun peşine oynab birlikler bog'cham. Keyingi raqsimiz Xayr o'yinchoqlarim raqsiga. Детство быстро так промчалось, оглянуться не успели. Во дворе опять скучают одинокие качели. Навсегда остались в детстве наши старые игрушки. В тихой комнате скучает Мишка на подушке. Прощайте, игрушки, мы взрослыми стали, и с вами играть мы немножко устали. Прощайте, игрушки, к друзьям по соседству. Сквозь шумный двор уходит детство. Сквозь шумный двор уходит детство. Детство быстро так промчалось, только может быть однажды к нам оно с тобой причалит, тем корабликам бумажным, что плыл от нас когда-то в ту
ту страну, где сказки бродят, и весеннюю порою детство уводят. Прощайте, игрушки, мы взрослыми стали, и с вами играть мы немножко устали. Прощайте, игрушки, друзьям по соседству. Сквозь шумный двор уходит детство. Сквозь шумный двор уходит детство. Прощайте, игрушки, мы взрослыми стали, и с вами играть мы немножко устали. Прощайте, игрушки, к друзьям по соседству. Сквозь шумный двор уходит детство. Сквозь шумный двор уходит детство. Уходит детство. Shuning bilan bugungi xayr bog'cham tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Men bu o'g'il qizlarimizga kelgusi hayotlarida a'lo baholarni tilab qolaman va shu 4 qator she'r bilan o'z tabrigimni yo'llamoqchiman. Tabriklayman sizlarni, yoshlikning yangi sahifasin. Kelajak sizni kutmoqda, yorqin bo'lsin yo'llaringiz. Shirindan shakarchi bolajonlar. Sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga yana bir bora omad, baxt, zafarlar, sog'lik tilab qolaman. Marhamat, so'z so'raman. Assalomu alaykum, qatnashchilarim desam. Shu lalaxam, rahmat. Shuning ballarni tarbiyalab berdingiz bizlere. Birinci neyiniz ekan, Xudoyim bundan keyin ko'p shuning ballarni bitirib o'tirish nasib etdi. İşlerinizə rivoj, hamma shuning ishlab martabangiz oshavergi istarim, rahmat. Razı bo'linglar shu netgalar uchun, qarorlar uchun. Ya ovqat pishirib netganlar ham rahmat aytib qo'yinglar, ular chiqib ketdilar. Hamma ota-onaning nomidan rahmat aytib, tashakkurnomani Lalaxona ne gördüm. Tüm ballarını terbiyeleş nasip etki aynen. Bolajonlarimizni taqdirlash uchun muassasamiz mudirasi Go'zal aka Ne kızım yine? Ana başına kaldın. Kafanla şerife. Kemal. Bahramla Saliha. Şerifla Tebessum. Şakirova. Şakirova Tebessum. Samullayla Muslime. Kerimov Salaheddin. Emirbek. Sabirova Eselay. Kızımız yaşa diye okça geldi.
50 bin. 50 bin falan. Azat Rahman. Bahtiyar ve Mehmet Musa. Fikri var olsa. Dünya Khan. Semut Diyarbik. Zarif ve Yasmina. Saltaneler hemmenize rahmet. Köp ballanak geleveringler. Bakçamızdaki terbiyeciler bilen birçelikte bakavererler. Aktıklarına çoğunluklarına mekkeli tutur reisler.